Bu hujjatli film Fayzulla Xo'jayevning hayoti, qarashlari, fidoyiligi va fojiaviy taqdiriga bag'ishlanadi. U kim edi? Nega u unutilgan edi? U jadidchilik ruhining siyosiy timsoli edi. U o'z davridan ilgarilab ketgan ziyoli edi. U orzulari ushalishini ko'ra olmay ketgan fidoyi edi. U adolat orzusida yashagan davr farzandi edi. U xalq va zamon o'rtasida yo'q bo'lib borgan ko'prik edi. U tarixni o'zgartirmoqchi bo'lgan yagona shaxs edi. U so'z va fikr erkinligining ilk qurbonlaridan biri edi. U xalqning ertangi kuni uchun kurashgan arbob edi. Bir 1896-yil 1-iyun Buxoro. Boylikda Amirolimxon bilan tenglasha oladigan savdogar Ubaydulla Xo'ja oilasida o'g'il dunyoga keldi. Bu chaqaloq ulg'ayib, keyinchalik xalqni amir zulmidan qutqarib, O'zbekistonni rivoji uchun borini bergan millatning ko'zi to'q halol farzandi Fayzulla Xo'jayev edi. Buxoroning ko'hna tor ko'chalarida tug'ilgan umid 19-asr oxiri tarixning o'zgarishlar silsilasiga yetaklovchi pallasida quyosh har tong Buxoroning jangli g'ishtli devorlariga nur sochgan kezlarda bir chaqaloq dunyoga keldi. Bu bola Fayzulla Xo'jayev edi. Fayzulla Xo'jayev Buxoro amirligida faoliyat yuritgan jadidlardan biri bo'lib, boy savdogar Qosimxo'ja o'g'li Ubaydulla Xo'ja oilasida voyaga yetdi. Yoshliklaridayoq maktab va madrasada Qur'on ilmlarini chuqur egalladilar. Otalari Ubaydulla Xo'ja boy savdogar bo'lib, Yevropa davlatlari, Angliya, Fransiya, Germaniyadagi savdo markazlari hamda Rossiya, Turkiyadagi savdo yarmarkalariga ega edilar. Bir 1917-yilda Fayzulla Xo'jayev Abdurauf Fitrat bilan birgalikda yosh buxoroliklarning so'l qanotiga rahbarlik qildi. Fayzulla Xo'jayev va Abdurauf Fitrat kabi jadidlarning so'l qismi Buxoroda konstitutsion monarxiya va demokratik respublika qurish uchun tinimsiz kurash olib bordilar. Fayzulla Xo'jayev 1919-yilning oxirida Toshkentga borib, u yerda yosh buxoroliklarning inqilobchilar shurosini tuzadi va Uchqun gazetasining muharriri bo'ldi. Fayzulla Xo'jayev Buxoro jadidlari orzu qilgan, ularning inqilobiy o'zgarishlarining markazida turar edi. Buxoro jadidlari orasida Fayzulla Xo'jayev o'z mamlakatining tarixiy taraqqiyotining asosiy tendensiyasini ko'ra bilgan, uzoqni ko'ruvchi, har jihatdan hushyor va siyosiy arbob edi, deb yozgan tarixchi olim Mavlon Vahobov. Fayzulla Xo'jayev Buxorodagi jadidchilik harakatining siyosiy jihatdan ko'zga ko'ringan yirik namunasi edi. Publisistikasi, uning harakatlari, uning g'oyalari barchasi mana shu matbuotchilik harakati bilan bog'liq edi. Jumladan 1918-1920-yillarda Buxorodan tashqarida Qutulish, Uchqun va Tong jurnallarining chop etilishida ham Fayzulla Xo'jayevning roli bor. Buxoro jadidlari o'zlarining siyosiy maqsadlarini amalga oshirishga kirishdilar va bu bevosita 1920-yil avgust oxiri sentyabr boshlarida Buxoro amirligining kuch bilan ag'darilgandan keyin tashkil topgan 1920-24-yillarda mavjud bo'lgan o'zbek davlatchiligida muhim rol o'ynagan Buxoro Xalq sho'rlar Jumhuriyati edi. Buxoro Xalq sho'rlar Jumhuriyati a'zolarining katta qismi asosan jadidlardan iborat edi. Buxoro jadidlari hukumati hisoblangan bu hukumatda 24 yoshli Fayzulla Xo'jayev hukumatning raisi edi. Xalq nozirlar sho'rosi raisi bo'lgan. Ana shu hukumat tashkil topgan dastlabki kunlardanoq hukumatning maqsadlari, g'oyalari va kelgusida xalq oldiga ularni maqsadlarini ifodalovchi muhim omillardan biri bu Buxoro rasmiy matbuotiga asos solish edi. Fayzulla Xo'jayev hukumati va uning tashabbusi bilan amalga oshirgan birinchi tadbirlardan biri 1920-yil 9-sentyabrdan Buxoro axbori gazetasini chop etilishi bilan bog'liq edi. Mana shu Buxoro axbori gazetasining chop etilishida ham Fayzulla Xo'jayevning shaxsiy tashabbuskorligi, publisistik va matbuotchilik tajribasi muhim rol o'ynagan. O'z ustozi Fitratga
mana shu Buxoro axbori gazetasini chiqarish bilan bog'liq masala solinganda, Buxoro axbori gazetasining birinchi muharrirligiga 1919-yillarda Chig'atoy gurungida faol qatnashgan Said Ahroriyni taklif qilishadi. Aynan Said Ahroriy Buxoro axbori gazetasining birinchi muharriri bo'ladi. Fayzullo Xo'jayev mana shu gazetaning chop etilishida homiylik qilgan. Hatto 1920-yil 9-sentyabr Buxoro axbori gazetasining birinchi sahifasida o'zining Kuntug'di maqolasiga asos soladi. Kuntug'di maqolasining mazmuni bu shunday bir g'oyaga asoslangan ediki, ya'ni Buxoro amirligi ag'darildi. Buxoro amirligining tashkil topgan yangi hukumat Buxoro xalq sho'rlar jumhuriyati endi haqiqatan ham fuqarolar hukumati bo'ladi. Xalqni, Buxoro xalqining endi kuni tug'di degan ma'nosida yozilgan uning publisistik birinchi maqolasi hisoblanadi. Shundan keyin gazeta sahifalarida birin-ketin mana shu jadidchilik g'oyalari, jadidlarning an'analari, ularni amalga oshirish ishlari bilan bog'liq maqolalar chop etila boshlandi. Aytish joizki, 1920-23-yillarda chop etilgan Buxoro axbori gazetasi bu jadidlarning haqiqiy minbariga aylandi. 1920-yil 14-sentyabrda bo'lib o'tgan Buxoro xalq nozirlar shurosi, Inqilobiy qo'mita va Buxoro kommunistik partiyasining umumiy yig'ilishida 9 kishidan iborat bo'lgan Abdulqodir Muhiddinov boshchiligidagi butun Buxoro Inqilobiy qo'mitasi va shu bilan birga o'sha davrda respublika hukumati bo'lgan Fayzullo Xo'jayev boshchiligidagi 11 kishidan iborat bo'lgan xalq nozirlar shurosi tuzilgan edi. Asosan jadidlardan tashkil topgan Fayzullo Xo'jayev boshchiligidagi Buxoro Xalq Sovet Respublikasi hukumati o'sha davrdagi eng ma'lumotli kishilar to'plangan hukumatlardan biri hisoblangan. Bundagi nozirlar asosan Istanbul, Berlin, Moskva va Buxoro shaharlarida, shuningdek boshqa shaharlarda ta'lim olib qaytishgan edi. Buning ustiga nozirlarning ko'pchiligi asosan yoshlardan iborat bo'lgan. Misol uchun hukumat rahbari bo'lgan Fayzullo Xo'jayev ham 24 yoshda bo'lgan va boshqa nozirlarning ham o'rtacha yoshi 29 yoshdan oshmagan. Shu tariqa jadidlar o'zlarining islohotchilik g'oyalarini yangi hukumatdagi faoliyatlar davomida amalga oshirishga harakat qilishdi. Buxoro Xalq Sovet Respublikasi davlat tuzumi jihatdan xalq demokratik hokimiyati hisoblangan va uning zimmasiga qisqa davr ichida o'rta asrchilik an'analarini o'zida saqlab qolgan Buxoro amirligini demokratik davlatga aylantirishlik ulkan va mas'uliyatli vazifa qo'yilgan edi va albatta bu ishni amalga oshirishda hukumat rahbari bo'lgan Fayzullo Xo'jayevning o'rni beqiyos hisoblanadi. Fayzullo Xo'jayev Buxoro hukumatini boshqarib turar ekan, Qizil armiyaning bu yerdagi tajovuzkorona siyosatiga va bosqinchilik siyosatiga qarshi bo'lgan istiqlolchilar harakatiga qarshi harakat olib borishga majbur bo'lgan. O'sha davrdagi vaqt taqozosi bilan istiqlolchilar harakatiga qarshi kurash olib borishga bu majbur bo'lgan, lekin shunday bo'lsa ham istiqlolchilik harakatlaridan nimadir umid bog'lab o'sha istiqlolchilar harakatiga umid bilan qaragan. Lekin bu ishni qilishdan o'zining aniq bir maqsadi va yo'nalishi bo'lganligi ham ehtimoldan xoli emas. 1921-yilning yozida Fayzullo Xo'jayevning topshirig'i bilan Dushanbedan kelgan Otaullo Xo'jayev 1880-1937-yillarda yashagan bo'ladi. U asosan Buxoro hukumatining muxtor vakili bo'lgan bo'ladi va bu yerga keladi istiqlolchi harakatlarining boshliqlari bilan, ya'ni qo'rboshlar bilan yaxshi munosabat o'rnatmoqchi bo'lgan bo'ladi. Agar ular bilan yaxshi munosabat olib borib kelisha olsa, ular bilan shartnoma imzolamoqchi bo'ladi va bunga harakat qilgan bo'ladi. Asosan Otaullo Xo'jayev yosh buxoroliklar vakilining siyosiy namoyandalaridan biri bo'lgan. Milliy Ittifoq 1919-yil Toshkentda Munavvar qori Abdurashidxonov va Sadriddinxon Sharifxo'jayev tashabbusi bilan tuzilgan siyosiy tashkilot bo'lib, u Sovet mustamlakachiligiga qarshi kurash va xalqni ma'naviy ongli qilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan edi. 1920-yilga kelib Farg'ona, Samarqand, Buxoro va Xorazmda uning bo'limlari tashkil qilinadi. Buxoro bo'limining tashkil qilinishida Fayzullo Xo'jayev boshqosh bo'lib turgan. Birinchi asrning boshlarida Fayzullo Xo'jayevni o'z ko'zi bilan ko'rgan, endi hozirda marhum bo'lgan insonlardan biri bilan qilingan shaxsiy muloqotimizda Fayzullo Xo'jayevning o'sha ocharchilik davrida Buxoroi Sharifga tashrif buyurganligi bilan bog'liq bo'lgan bir lavhani hikoya qilib bergan edilar. U kishining hikoyalarida shunday vaziyatlar, shunday ma'lumotlar ketadiki, o'sha otalari nazarimda qishloq faollaridan biri bo'lgan, ularni Fayzullo Xo'jayevni Yangi Buxoroda, ya'ni
temir yo'l vokzalida kutib olish uchun safarbar qilishgan. Otasini bu onasi bilan qilgan suhbatini eshitib turib, haligi inson Sharob cho'li deymiz u kishi insonni otasini orqasidan yashirinib yo'lga o'sha qumli yo'ldan yashirinib qora qilib otasini qora tortib vokzalgacha keladi. Shu vokzalda keyin tumonat odam to'plangan edi deydi u kishi suhbatda aytgan edilar. Shu tumonat odam ancha kutganidan keyin bir haligi poyezd parovoz kelib to'xtadi. O'sha 5-6 vagondan iborat edi. Mana shu birinchi vagondan Fayzulla Xo'jayev tushdi. Oq kitelda, oq shimda, paxol shlapada, o'rta bo'yli edi. Keyin odamlarning hammasini orasida birdan shov-shuv ko'tarildi. Ana Eshonjon keldilar deb. Fayzulla Xo'jayevni demak haligi mahalliy aholi Eshonjon deb haligi degan laqab bilan, unvon bilan aytgan shekilli. Va undan keyin Fayzulla Xo'jayevga yo'l bo'shatishdi. Keksa chollardan biri Fayzulla ko'ksiga haligi soqoli tushgan chollardan biri oradan yorib kirib, Fayzulla Xo'jayevni oyog'ini ostiga o'zini tashladi. Shunda Fayzulla Xo'jayev bu cholni ikkita yelkasidan turib o'ziga qaratganda, cholning ikkita ko'zi yoshga to'lgan edi. Eshonjon, Buxoro xalqi och. Buxoro xalqiga agar o'zingiz yordam bermasangiz, moddiy qo'llamasangiz, xalqimizni ochlikdan qirilib ketadi dedi. Fayzulla Xo'jayev ro'molchasi bilan u cholning ko'zini yoshini artib, Buxoro xalqini qirilib ketishga qo'ymaymiz. Biz Buxoro xalqini asrab qolamiz dedilar-u, keyin Toshkentga qaytgandan keyin ikki eshelonda, bir eshelon 5-6 vagondan iborat bo'lgan, demak, haligi bug'doy keldi. Bo'sha nima temir yo'l stansiyasida 3 kun aholiga haligi oilaviy sharoitga qarab ro'yxat bilan bug'doy tarqatilgan. Shuni o'ziyoq Fayzulla Xo'jayevning naqadar xalqparvar, naqadar insonparvar shaxs ekanligini, xalqchil ekanligini ko'rsatadigan belgilardan biri hisoblanadi. Fayzulla Xo'jayev nafaqat jajjilik harakatining faol ishtirokchisi, balki 20-asr boshidagi eng nufuzli siyosiy liderlardan biri edi. Uning siyosiy donishmandligi shundaki, u qurolli isyon emas, balki avvalo islohotlar, ma'rifatlar va ijtimoiy o'zgarishlar asosida jamiyatni o'zgartirishni istagan. Afsuski, uning ilg'or fikrlari va mustaqil fikrlari totalitar tuzumga to'g'ri kelmadi. Ammo tarix uni oqladi. Bugun biz uni mohir siyosatchi va xalq manfaatini birinchi o'ringa qo'yuvchi dono diplomat sifatida eslaymiz. Kajraftor Farahning siri asrorlariga qarangki, 24 yoshida Buxorodagi inqilobga yetakchilik qilgan, Buxoro Xalq Nozirlar Shurosining raisi hisoblangan Fayzulla Xo'jayev oradan 4 yil o'tar-o'tmas O'zbekiston Jumhuriyati tashkil topgach, uning birinchi lavozimga tayinlangan shaxs hisoblanib, o'z mafkurasi, o'z qondoshlari tomonidan o'limga mahkum etilgan kishi hisoblangan. Bu fidoyi inson o'zi xizmat qilgan mafkura tomonidan qo'lga olindi. Bir tomondan bolsheviklar, ikkinchi tomondan mamlakat ichkarisidagi ayrim guruhlar Fayzulla Xo'jayev faoliyatiga nisbatan fikrlarni uyg'ota boshladilar. Natijada Fayzulla Xo'jayevni Sovet hukumatini ag'darishda hamda Yaponiya, Germaniya, AQSh hamda Polsha davlatlariga josuslikda ayblandilar. 1938-yilning 13-may oyida Fayzulla Xo'jayevning SSRda bo'lib o'tgan Oliy sudi natijasida otib tashlashga hukm qilindi. Natijada Moskvada o'sha kunning o'zida otib tashlandi. Buxoroni qachon bir yuksaklikka olib kiramiz, Buxoro qachon ma'rifatli, qachon madaniyatli shaharlardan biriga aylanadi degan masalani qo'yib, o'sha yoshlarni o'qitish masalasini, ma'rifatni kiritish masalasini alohida kun tartibiga qo'yadi. Fayzulla Xo'jayev xalq uchun yashadi. O'z yurtining istiqloli uchun kurash olib bordi va aynan shu yo'l uchun o'z hayotini qurbon qildi. Bugun biz yangi O'zbekiston yoshlari uning nomini yodga olar ekanmiz. Jadidlar orzu qilgan, rivojlangan, barqaror jamiyatni yaratish uchun doimo harakat qilishimiz kerak.